Men tanladim. Berzat. Endi o'yindasan. Sen! O'yin juda ham qiziqchi. Hiyla qilganing uchun shartni ikkalang bajarasan. Shart mana bunday. Aziz o'rningdan tur. Orqangda turgan servarni och. Shu bir juft to'pponchani olib, stol ustiga qo'y. Xo'sh, endi nima qilishim kerak? To'pponchani birida o'q bor. Uni Aziz birinchi bo'lib tanlaydi. To'pponchalarni qo'limga olganimda, o'ng qo'limda og'irroq edi. Demak, uning ichida o'q. Men yutdim. Men tanladim. Xo'sh, endi nima? Endi to'yi. Adashasan. To'pponchani iyagingizga kel. Hamma o'ziga o'q uzadi. To'pponchani ichida o'qi yo'g'i tirik. Tirik qolgan o'yinni davom ettiradi. Mayli. Nima bo'lsa bo'ldi. Bir boshqa bir o'lim. Yo'q! Nayrang qilganim. O'zing tushding chog'i. O'chir! Endi ot o'zingni. Ko'rchi balkim senikida ham o'qi yo'qdir. Ot o'zingni. Ot endi. Nima qilmoqchisan? Shunga majburman.